Uchxonaga Yakkasaroy to'yxonaga oshposh keldi deb o'ylamanglar. Mana shu Yakkasaroy to'yxonaning to'g'risida mana bu 6 qavatli novostroykada срочный, ana nima deydi bizning anu tilda vikup narxi deydi-yu, shartta pul tikib betini qilib sotadigan shunaqa 3 xona uy chiqqan hosili ko'rsataman. O'zini mana shunaqa закрытый двор, mana bunaqa bolalar o'ynaydigan, ya'ni yig'in pig'illar bo'lsa, xudoy-budoylar mana shu shunday o'tkazib turib, o'tkazib yuboradigan joyi. Endi uy ichini ko'ramiz. Mana birinchi qavat kiruvishlari katta, keng. Mana sanuzil mana unitaz, vanna, mana bu yoqda bedik, hamma narsalarigacha tayyor turibdi. Mana bu yog'imiz zal ekan. Ko'rib turganingiz, shu yerda ko'rayotgan hamma narsalar qorada, срочный, egalariga juda pul zarur bo'lib qolibdi. Mana bu yog'imiz spalniy. Mana chiroyli. Bu yog'imiz oshxona. Oshxona ham katta, keng. Bemalol mana divan, stul ham bor, yeb, ichib bemalol shu yerda o'tiradigan joy. Kiradigan mashinalargacha bor. Narxi 103 ming. Ko'p tushirib berishmaydi, harakat qilinglar. Yakkasaroydan uy olaman deganlarga bemalol tashlab qo'yaverasizlar.